Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz o'zbek shevalari fanining dastlabki mavzusi kirish. O'zbek shevalari fanining maqsad va vazifalari haqida. Mavzuni quyidagi rejalar asosida bajaramiz. Birinchi, o'zbek shevalari fanining predmeti, maqsad va vazifalari. Ikkinchisi, xalq shevalari adabiy tilni boyituvchi vositalardan biri ekanligi haqida. Uchinchisi, ona tilini o'qitishda bu fanning o'rni va boshqa fanlar bilan aloqadorligi. To'rtinchisi, o'zbek adabiy tili va o'zbek xalq shevalari haqida. Mavzuni quyidagi tayanch so'z va tushunchalar asosida o'rganamiz. Milliy til, sheva, lahja, dialekt, sinxron plan, diaxron plan, tasviriy dialektologiya, tarixiy dialektologiya, unlilar, undoshlar, dialektal xatolar. Ushbu mavzunida o'zlashtirilayotgan tushunchalar quyidagilar: milliy til, dialekt, sheva, lahja, tasviriy dialektologiya, tarixiy dialektologiya, lingva-geografiya usuli hamda dialektologiya. Mavzuda quyidagi terminlar asos bo'lib xizmat qiladi. Sheva, dialekt, lahja tushunchalari. Sheva tilning o'ziga xos fonetik, fonologik, leksik, grammatik xususiyatlariga ega bo'lgan va shu xususiyatlari bilan boshqa shevalardan farqlanadigan kichik qism hisoblanadi. Undagi so'zlar leksik, semantik va dialektal ma'nolari bilan adabiy til so'zlaridan farqlanib, adabiy til me'yorlari talablariga bo'ysunmay, unda kam ishlatilishi yoki umuman qo'llanmasligi, ulardagi leksik ma'no esa dialektal ma'noligi bilan adabiy tildagi leksik birliklarda farqlanadi. Masalan, Kattaqo'rg'on shevasi, Samarqand shahar shevasi, Shahrisabz shevasi, Qo'qon shevasi, Bo'ka shevasi kabi shevalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Dialekt tushunchasi dialektologiyaga oid ilmiy adabiyotlarda lahja, sheva ma'nolarida ham ishlatiladi. Hozirgi kunda esa umumlingvistik dialektal atama ma'nosida ham qo'llanadi. Dialekt atamasini grek tilidan olingan so'zlardan biri sifatida professor Reshetov bu atamani o'z tadqiqotlarida shevalar guruhi ma'nosida faol qo'llagan. Endi lahja haqida. Lahja shevaning fonetik, fonologik, leksik, so'z yasalishi hamda grammatik xususiyatlarini ma'lum bir tizim asosida o'zida birlashtiradigan shevalar yig'indisi hisoblanadi. Ayni kunlarda, ayni vaqtda o'zbek shevashunosligimizda ham 3 ta lahja mavjud. Birinchisi, Qarluq lahjasi. Qarluq lahjasi tarkibiga Qarluq, Chigil, Uyg'ur lahjalarini qamrab olgan. Ikkinchisi, Qipchoq lahjasi, uchinchisi esa O'g'iz lahjasi hisoblanadi. Dialektologiya mavjud obyektlarni o'rganish bo'yicha va makon hamda zamon nuqtai nazardan ikkita turda o'rganadi. Bular tarixiy dialektologiya hamda tasviriy dialektologiya. Dastlab tasviriy dialektologiya haqida. Tasviriy dialektologiya hozirgi kunda hozirgi dialektologiya yoki dialektografiya deb ham yuritiladi. Ular mahalliy sheva, lahjalarga xos bo'lgan fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarni sinxron planda qayd etadi. Lingva-geografik usul bilan lahja va shevalarning ayni vaqtdagi xususiyatlarini o'rganadi. Shu sababli ham shevalar tasviriy dialektologiya uchun ilmiy va amaliy jihatdan ishonchli bo'lgan materiallar va ular haqidagi xulosalarni beradi. Tarixiy dialektologiya esa tilning tarixiy taraqqiyotidagi dialektal xususiyatlarning kelib chiqishi, rivojlanishi va ularning turli davrlardagi o'zgarishlarini ko'rsatadi. O'zbek dialektologiyasini o'rganishning quyidagi vazifalari mavjud. Dialektal amaliyot va dialektal ekspeditsiyalar asosida ayrim shevalar guruhi, dialekt va lahjalarning fonetik, fonologik, leksik, morfologik hamda sintaktik xususiyatlarini tavsiflaydi. Milliy tilning paydo bo'lishi va taraqqiyotida shevalarning tutgan o'rni, milliy tilga asos bo'lgan shevalarni aniqlaydi. Shevalarning o'zaro munosabatini, adabiy tilga va qardosh tillarga munosabatini shevalar materiallariga asoslangan holda belgilab beradi. Shuningdek,
O'xshash xususiyatlarga ko'ra o'zbek shevalarining tarqalish chegarasini aniqlaydi. Umumiy o'xshash lingvistik xususiyatlarni belgilab, shevalarning ma'lum hududdagi tarqalish xaritalarini tuzib, shevalarni tasnif etadi. Shevalarning leksikasidagi dialektal so'z turlari va ularni yig'ish, jamlash, umumlashtirish masalalarini tavsiflaydi hamda talqin etadi. Dialektal so'z turlariga lug'at maqolalar tayyorlash metodlari hamda metodikasini talabalarga singdirib, o'zbek dialektal leksikografiyasiga oid bo'lgan bir qancha muammo va masalalarni talqin etadi. Tavsif va ilmiy tahlil etishga oid malaka hamda ko'nikmalarni talabalarga dialektal misollarni tahlil qilish bilan o'rgatishni o'z oldiga vazifa qilib belgilaydi. O'zbek dialektologiyasini o'rganadigan manbalar quyidagilardan iborat. Ayni vaqtda o'zbek shevalari vakillari nutqi hamda ularning nutqidan yozib olingan dialektar matnlar, ko'p yillar davomida yig'ilgan va ayni vaqtda ham yozib olinayotgan o'zbek xalq og'zaki ijodi, folklor materiallari, bunda folklor dialektologiyasi to'g'risida fikr yuritish va yuqoridagi materiallardan folklor dialektologiyasini shakllantirib, uni o'zbek dialektologiyasining alohida sohasi sifatida talqin qilish ham mumkin bo'ladi. Xalq vakillari nutqida qo'llanadigan nomlar, xususan aronimlar, antroponimlar, toponim, aykonim, gidronim, kosmonim, dramonim kabi onimlar ham manbalardan hisoblanadi. O'zbek xalqining tarixiy taraqqiyotiga bog'liq bo'lgan tarixiy shakldagi yozma manbalar, o'zbek xalqining tarixiy taraqqiyotiga bog'liq bo'lgan badiiy shakldagi yozma manbalar ham, til tarixiga oid yaratilgan ma'lum va mashhur qo'lyozmalar, lug'atlar, aslida ular ham dialektal lug'atlar hisoblanishi tabiiy hol hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.